Давайте. Man Nigmanova Chamangul Sadullayeva, Toshkent shahrida Bektemir tumani O'rtachirchiq ko'chasi 56-uyda yashayman. Aytmoqchi bo'lgan gaplarim, yozayotganim, murojaat qilayotganim 2008-yildan buyog'iga anchagina O'zbekistonni hatto prezident nomiga ham bir necha marta murojaat qilganman. 2008-yildan buyog'iga murojaat qilib kelaman. Aytayotgan voqeam Adham Fattahovni Akbar Aziziy va Toshkent 12 firmalari to'g'risida ketadi. Bu to'g'rida fiktivniy предприниматель и его высокопоставленный крышеватель degan maqolalarning bir necha saytlarda chiqqan. Iltimos o'shani o'qib ko'rsangiz voqeaga juda yaxshi tushunib olasiz. Bu yerda Fattahovning do'sti prezident davlat maslahatchisi lavozimida ishlagan Tohir Karimovich Iminov to'g'risida ham gap ketadi. O'zbekiston xalq harakatida shu saytlarda mening yuqorida ta'kidlagan jumladan prezidentga yozgan shikoyatlarim bor. Shu saytlarni ko'rsangiz masalani yaxshi tushunib olasiz. 2011-yili prezident devonida Murat Azimov qabulida bo'lganimda militsiya yordamida haydab chiqardi va men ko'targan masalani hech qayerda hech qachon ko'rmasliklarini va men bu masala to'g'risida boshqa yozmasligimni aytdi. Shunday deb meni militsiya yordamida prezident devonidan haydab chiqardi. O'shandan keyin, shu voqeadan keyin prokuraturada ishlayman deb maqtanib yuradigan Anjela Akilxonova degan ayol tomonidan 3 marta menga tuhmat qilib katta janjallar uyushtirildi. Anjela Akilxonova boshchiligida darvozalarimni toshbo'ron qildi. Bir nechta ayollarni olib kelib, men tanimagan juda katta janjallar uyushtirdi. Men bu to'g'risida Bektemir hokimiyatiga, mahalla komitetiga, Bektemir rudisiga, Bektemir prokuraturasiga bir necha marta murojaat qilganman, lekin hech kim hech qanaqa chora ko'rmadi. 2012-yili Respublika bosh prokuraturasida B. Karimov chaqirtirib meni so'roq o'tkazdi. Fattahov masalasida firmalar bo'yicha Akbar Aziziy va Toshkent 12 firma ishlari bo'yicha. Men murojaatlarimga O'zbekiston Konstitutsiyasining 30-moddasi bo'yicha javob berishlarini iltimos qilib, O'zbekiston Konstitutsiyasini Karimovning qo'liga tutqazdim. Bahodir Karimovning qo'liga tutqazdim. U biz O'zbekiston Konstitutsiyasi bo'yicha ish ko'rmaymiz deb Konstitutsiya kitobini meni oldimga otib yubordi. Sababini so'raganimda, sababini Oliy Majlis Senatidan so'rang. Shular aytadi dedi. 12-yil sentyabrda Bektemir tumani elektrosvet xodimlari yo'q qarzdorlikni o'ylab topib 620 ming jarima solib uyimga bir damas erkaklarni jo'natib, ular meni kaltaklashmoqchi bo'lishdi. Men zo'rg'a eshigimni yopib qoldim. Bu to'g'rida Bektemir rudisiga aytsam, ishni sudga oshirishdi. 6-sentyabr 12-yilda Bektemir sudida sudya Narbayev tomonidan sud bo'lib o'tdi. Ularning maqsadi bir amallab meni sud zaliga kirgizib olish bo'lgan va ular maqsadiga yetishdi. Elektrosvet xodimlariga ochilgan ish chekkaga surib, yana sud zalida 4 ta erkak kishi bo'lishdi. Ataylab menga teskari o'tirgan bitta erkakni men tanimadim. U atay betini ko'rsatmadi menga. Sudya sizga boshqa ma'muriy ish ochgan deb men yangi ish bilan tanishtirishmadi va men bunday antidemokratik sudda qatnashmayman deb chiqib ketmoqchi bo'lganimda militsiya kapitani Tohir To'xtasinov menga tan jarohati yetkazdi. Sudya menga 1.887.000 so'm, 600 so'm jarima soldi. Sababi men shu Akbar Aziziy va Toshkent 12 firmalarini Fattahov to'g'risida, Iminov to'g'risida yozayotganligimni to'xtatishim uchun bu noqonuniy deb baholab shunaqa jarima solishdi. Aslida bu tovlamachi odamlarni, firibgar odamlarga chora ko'rish o'rniga menga shunaqa jazo tayinlashdi. Iminov bilan Fattahovga chora ko'ring, tovlamachi va firibgarlarga. To'xtasinovning menga tan jarohati yetkazgani to'g'risida 0 tibbiy yordami va meni o'zim 02 ga telefon qilib
ma'lumot berganmiz. Lekin birortasi chora ko'rgani yo'q. Sudyaning menga qo'ygan aybi Fattah va Iminov to'g'risida, Akbar Azizov Toshkent 12 firmalari faoliyati to'g'risida yozganim uchun shunday harakatlari bilan sudya xodimlari bularni jinoyatlarni yashirishmoqchi bo'lishdi. 19 oktyabr 12-yili Bektemir Raygaz tomonidan 4 ta erkak mashinada kelib, biz Raygazdanmiz, shunday tepadan buyruq bor, biz gazni o'chirishimiz kerak deb meni uyimga o'tadigan gaz trubasini kesib ketishdi. Qarzing 400 ming qarzing bor deb. Aslida meni hech qanaqa qarzim yo'q gazdan. Men bu to'g'rida Go'rgaz shahar hokimiyatiga va shahar prokuraturasiga yozma murojaat qildim. Shuningdek, shahar hokimiga agar gaz berishni ta'minlashmasa, 10 kundan keyin 2-noyabr 12-yil soat 11da prezident devoni oldida namoyish o'tkazaman deb ogohlantirdim va namoyishning tinch o'tishini ta'minlab berishlarini bering deb yozma murojaat qildim. Mening O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvida turgan prezident davlat maslahatchilariga savolim bor. Demokratik mamlakatda yashayotgan fuqaro sifatida talabim ham bor. Savolim, nima uchun O'zbekistonda prokuratura organlari, sud va militsiya ishlamaydi? Ular umuman harakatda yo'q. Respublika prokuraturasidan tortib tuman prokurorlarigacha militsiyalar, mayor militsiyalar o'g'ri. Bittasi o'g'ri bo'lsa, bittasi zo'ravon. O'zimni hayotimda o'tgan, sinalgan. Hamma yoqda qonunbuzarlik, o'sha qonun xodimlari tomonidan. Nimaga bunga chora ko'rilmaydi? Talabim, menga nisbatan bo'layotgan ta'qibni to'xtatib, O'zbekiston konstitutsiyasi qonunlari asosida tinch hayot kechirishimni ta'minlashlarini iltimos qilaman. Haqiqiy tovlamachi va qonunbuzar, ya'ni Fattahov va Tohir Iminovga qonuniy chora ko'rishingizni talab qilaman. Toki men o'zimni prezident aytganday rivojlangan demokratik mamlakatda yashayotganimni his qilay. Hozirgi ahvolda aksincha men o'zimni quldorlik jamiyatida yashayotganday his qilyapman. Tushuna olmayapman. Biz demokratik mamlakatdamizmi yoki quldorlikdami? Eshitayotgan barcha jurnalistlardan iltimos qilaman. Iltimos, bu masalani yoritib boringlar, qiziqing. O'zbekistondagi hayotga 2-noyabr kuni bo'ladigan, soat 11da bo'ladigan prezident devoni oldida bo'ladigan namoyishni kuzating, albatta qiziqing. Iltimos sizlardan o'tinib so'rayman. Men bilan bog'laning, gaplashing. Meni telefon nomerim, qo'l telefonim 998 94 600 2861. Gapim tugadim.